Pasi ham aynali bo'lgan eshiklarimiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Kanalimizga xush kelibsizlar. Videoni ko'rishdan oldin sizlar 1 dan 10 gacha bo'lgan baholarni kommentariyada berib ketasizlar. Sizlar like bosib qo'yasizlar. Xo'p, ishlarimiz 6 ta deraza, 3 ta eshik qilib berdik akamizga. Akfa fasonda deraza, ramka qilib turib, kesaki bo'lmagan 2 ta qanot qilib berganmiz. Bittasi ochiladi, bittasi ochilmaydi. Aynalari germetika bo'lgan. Eshigimiz ham shu. 1.20 ga 2.20 chiqqan. Chiroyli holatda bo'lgan eshiklarimiz mana. Aynalar germetika bo'lgan, pasti ham ayna bo'lgan, ajoyib. Hop, o'zgacha fason chiqdi. Ichkari ko'rinmaydi. Noodatiy fason bo'ldi. Bu akamiz birinchisi bunaqa fason buyurtma berishiga. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa qilib beraveramiz. Pastdagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Telegram, WhatsApp, emaillarimiz bor. Aloqaga chiqsanglar, soch-soqini qilib beramiz. Podokoniylarigacha qilib berganmiz, penalarini qo'yib. Hop, bu ishni Namangan viloyati Norin tumaniga qilib berganmiz. Hozir qishlog'ini esimdan chiqarib qo'ydim. Hozir buni o'rnatganimizga bitta 1,5 oy, 2 oycha bo'lib qoldi. Hozir yo'limiz chiqdi, kelib videosini qilib ketyapmiz. Remontdan keyin ko'rayotgan holatinglar. Remontiga mos qolibdi, inshaalloh. Yana ham go'zallashadi eshiklar bilan. Bu eshigimiz ham mana chiroyli holatda bo'ldi. Ochilib-yopilishlar ham moshni, oshir-moshlari 3 tadan mana 3 tadan qo'yilgan. Qalilligi 4,5 bo'lgan. Xo'p, derazalarimiz mana. Ochilishi. Akfa ruchkasidan qo'yib qo'yilgan. Podokoniylari yaxshi. Nima qo'ysa qo'yib ishlatishaveradi yaxshi kunlarga buyursin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilib, Telegram, WhatsApp, emaildan yoki telefon qilib so'rashingiz mumkin. Razmerlarni o'zingizlar yozib bizga tashlasanglar, biz sizlarga hisob-kitob qilib beramiz. Eshikning kvadrati 1 milliondan 1,600,000 so'mgacha chiqadi. Derazaniki 750 ming so'mdan 950 ming so'mgacha chiqadi kvadrati. Qanaqa fasonda, rangida, aynagida farq qilsa, narxi ham shunga qarab farq qiladi. Ishlarni ko'rib qo'yaverasizlar. Xo'p, sifati xudo xolasa chiroyli holatda bo'lyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xo'p, ishimizni 1 oydan 2 oy, 2,5 oygacha muddatda tayyorlab o'rnatib beramiz inshaalloh. Sog' bo'linglar, charchamanglar, like bosishni unutmaysizlar. Charchamanglar.